ikkinchi trimestr tugaganiga men shu videoni olishga qaror qildim, чтобы sizlarga aytib berish uchun qanaqa menda o'zgarishlar bo'ldi, nimalarga duch keldim shu vaqt ichida. Birinchi punkt, homiladorlar juda ham sezuvchan, nozik bo'lib qoladi deshganida ishonmasdim, lekin hozir 100% bunga ishonaman. Chunki men shu vaqt ichida necha marta yig'ladim arzimagan narsalarga, necha marta nervnичать qildim arzimagan narsalarga. Bu juda qiyin homilador gormonlari. Ikkinchi punkt esa homiladorlar juda ham ko'p yeyishni boshlashadi deshganida, meni bu tegmasdan o'tib ketadi deb o'yladim, ammo lekin yo'q. Shu ikkinchi trimestr tugashiga oxirrog'iga shunday холодильникni ochsam-ku, ichida bor narsani yeb tugatsam, to'g'risi. И, конечно же, bu uchinchi punkt. Aytishadiki, что homiladorlar ikkinchi trimestrda juda ham aktivni bo'lishadi, juda ham energiyasi ko'p bo'ladi deyshadi. И bu rostdan ekan. Men ikkinchi trimestr polniy juda ham energichni qiz bo'ldim. Usta ishlatdim, magazinga kuniga 10 martadan chiqib keldim, xamir ovqatlar qildim. Rostdan ham juda ham energichni qiz bo'ldim. Polniy ikkinchi trimestr. Endi esa qizlar, sizlarga savol, birinchi, ikkinchi trimestrlaring qanaqa o'tyapti? И, конечно же, bu hammasi emas, hali punktlar juda ham ko'p. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, ikkinchi частini olaman.